Yomon bo'ldi. Videoni tushunmaganlar boshqatdan ko'ringlar va e'tibor beringlar, oxirigacha ko'ringlar. Qaranglar. Yo'l patrul xizmat xodimi o'rtaga chiqib, Laboni to'xtatdi va Labo haydovchi to'xtayman deb yo'l transport hodisasi keltirib chiqardi. 53-bandi va 55-bandlar buzilyapti bu yerda. Haydovchi harakatni boshlash, yo'nalishni o'zgartirish, burilish, qayilish, to'xtash, biron bir manevr qilishdan oldin shu qilmoqchi bo'lgan manevri boshqalarga xalaqit bermasligi, xavf bo'lmasligi ishonch hosil qilsin va haydovchi qayta tizilishda qo'shni bo'yidan yo'lga ketayotgan transport vositaga yo'l berish kerak-ku. Hurmatli haydovchilar, ichki ishlar xodimlaridan to'xtatsa, shatda rulni burib olmanglar, qo'rqib ketib, qaranglar, shoshilmanglar, pavorot yoqib, ehtiyotkorlik bilan boshqalarga avval xotini keltirib chiqarmasa, sekin chetga o'tinglar. Asosiysi cho'chimanglar, qo'rqmanglar. Qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.